İkinci kısım. Qadir aka qizlarini hem ata, hem ana bo'lib ming mushaqqatni cho'ng qildi. Nuriman dadasining holiga yetadigan aqlli, ishchan qiz bo'ldi. Lekin Farida o'z beshinchi, o'zining deganini qilmoqchi bo'ldi qilmaydigan, tayyorga hayyor bo'lishdan boshqani bilmaydigan cho'ng bo'lib qoldi. Balkim Qadir aka uni ona mehriga qanmidi deb uni bekla erga o'gitib o'tkazga uning mijozi shundoq bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Lekin Nuriman uning erkaliklariga hamisha yo'l qo'yatdi. Chunki dadasi bilan singlisi uning birdan-bir yaqinlari edi. Nuriman to'liq o'ttirning 2-yilligida o'qiyotganda bu oilaning to'riki Qadir aka tog'dan o'tin ekilayotganda yardan tushib ketib qazo qildi. Hasratlik noli faryod butun mahallani bir oldi. Bechora qizlarning nolisiga chidab turolmagan kishilar ular bilan tang ko'z yoshi qilishib Qadir akaning oxiratlik ishlarini loyiqida qilishib berdi. Ammo har qancha qilsimi qari yetim bo'lib qolgan qizlarning azobdan, omonsizlikdan kuchlangan yuragiga malham bo'lolmaydi. Dadasining o'limi Nurimanning taqdirini butunlay o'zgartirdi. U teri necha kun burunla kelgusi to'g'risida ulug'lar arzu-armonlarni ko'ngliga pukkan. Yaxshi o'qib, oliy maktabni bitirib, yurtiga qaytib kelib, dadasining holidan yaxshi xabar olmoqchi bo'lgan emasmidi? Qani shu go'zal arzular. Qani shu jafo mushaqqatni yetkichi tortib, qilcha rahat ko'rmagan mehribon dadasi. Qani shu g'amsiz, shodlik kulginlari. Nuriman beshiga yana nima qora kunlarning keladiganligini bilmaydi. Uning biladiğini birdan-bir singlisini yaxshi o'qitish. Bu oilaning yukini o'z ustiga elish edi. Nuriman oxiri o'qishdan chekindi. Maktab rahbarligi Nurimandek munavvar o'quvchidan ayrilib qolmaslik uchun ko'p tirishgan. Ularga ko'p yordamlarni qilgan bo'lsa-mu, Nurimanning qarorini o'zgartirmadi. Nurimanga ayon. Singlisi uchun u voz kechish kerak edi. U har kuni saharda nashliq tayyorlab, Faridani mangdirib etib, o'yli aramlarni tozalab bo'lib, etizga boradi. Uning yumshoq qo'llari ketman sepini tutib verib, qadoq bo'lib ketdi. U dadasining qanchalik jafo tortganligini ana shu chaqdala haqiqiy his qilib yetgan edi. Kanat rahbarlari ularga g'amxo'rligini yetkazib turadi. Ularga doim yemek içmek, qish kunlari ko'mir akilib beradi. Nuriman har qatam partiyaning mushunda g'amxo'rlik qilishiga erishganda dadasining qizim, yaxshi o'qib, partiyaga, davlatga yaramliq odam bo'ling. Partiyamiz bo'lmasa, bizning bugungi kunimiz bo'lmaydi degan gaplarni eslaydi. Farida uni boshqaradigan dadasidan ayrilgandan keyin teg'imi bosh-boshdoq bo'lib ketdi. Maktabga tuzuk bo'lmaydi. Hadislar ko'ngil ichish so'rovlardan beri kelmaydi. Nuriman uni izlab yuradi. Uni qilib, buni qilib, Farida to'liqsizni aralab turib maktabdan chiqardi. Ojizning nasihatlari, yolg'ish, o'timishlari onunla qancha qarqingan edi. Aradan necha yil o'tib ketdi. Nurimanning beshini og'irtib, elchilar o'zilmay kettirdi. Lekin Nuriman Faridaga tortishib, turmush ishini bir chetga qayirib qo'ygan edi. Nuriman turib, qo'shnisining to'yida ko'rga bir juft o'tliq ko'zni xiyol qilib qoladi. U
uni qayta ko'rishni, u ko'zlarning ichiga cho'kishni xohlaydi. Qiyishqandek shu to'yda bir ko'rgancha uni qayta uchratmadi. Bir kuni Nurimanning etisini sug'ordi. U ishtonini tizig'icha turib qo'yib, suvga kirib, suvni yerga tashladi. Nemancha ishchan qizdi bu. Nuriman kaynidan chiqayotgan ovozdan cho'chib kayniga qaradi. Qaradi-yu, kech kunduz xiyolidan ketmaydigan, Nurimanni aqli hushidan ayirgan ashu o'tliq ko'zlarni ko'rib, dam qetib turib qoldi. Mushunda qishlarnimi qiz bola qilamdi deyman. Akilga ketmanni. U shundaq debla tegichi chinnida siqimdab turgan ketmanni Nurimanning qo'lidan elib ishga kirishib ketdi. U ketmanni elib atqanda ikkisining qo'li bir-biriga tegishib ketdi. Nurimanning badani to'q tepayotgandek bo'lib, shurrida qilgan illiq bir iqim uning butun vujudini kuydirib o'tdi. U ishini tugatib, tegichi mamlab turgan Nurimanga qarab kulib ketdi. "Hey, ham vaqti, tez qo'llarimizni yuving. Necha ketim elchi avassam, yo'qla debsiz. Bugun ota-onamni boshlab keldim. Tez bo'ling." Nuriman nima deyishini bilmay uningga ergashdi. Ular bo'yliga kirganda salobatlik kiyingan bir juft ayol bilan Nurimanning hammasi va mahalladagi ayollar xizmatiga mas'ul Ayshan hadi o'tiribdi. Nuriman qo'rnibgina ular bilan salomlashib, dasturxon tayyorladi. Andin qo'qqasda o'tirgandek